Detailing sohasida bitta xatoni deb normalniy summaga tushib olishingiz mumkin. O'zi tushuntirib beradi. Da o'g'lim, chunki bu mashinani ko'rasan 2024-yil srazi polovkaga kirgan o'sha paytda buni shkurkalab qo'yishgan. Ya'ni men 100 martalab aytganman, ni в коем случае yangi bo'ladimi, eski bo'ladimi, mashinani shkurkalab полный polovka qilish mumkin emas, aslo. Umuman iloji boricha. O'risida shunaqa maqol bor. Ras na ras не приходится, bitta ochib qo'yasan, keyin kuyasan. Bu mashinani kraskalangan detalni hech kim istamaydi. Predmetni yangisini olib berasan deydi. Buni predmetni yangisi 1000, 2000, 3000 dan baland. Bolalar, ishoninglar. Hech qachon bu narsani qilmanglar. Detailing polovka qilgan paytda полный eshikni yoki полный kapotni shkurkalab polovka qilmanglar. Juda katta xato. Chunki sizlardan keyin yana polovka qilinishi kerak bo'ladigan bo'lib qolsa, keyin kuyasizlar. Qaralaring, bittasidan ko'rsataman sizlarga. Qara. Keyin mashqdan qiling. 109, qara. 84. Ana. Не дай bog, buni bitta shogird qilib qo'ydimi? Всё, yedi konkretно. O'shaning uchun shu narsadan ehtiyot bo'linglar bolalar. Tester обязательно ishlatib harakat qilsanglar, undan ham zo'r bo'lardi. Kartal detailing doimo sizga zo'r maslahatni va zo'r tavsiyani beradi bolalar. Kuzatib boringlar.